Cenva yurishi va Myunxen uchrashishida diqqatimni chekkan nuqtalar. Avtori Cassini. 2. Talut va Jalut qissasidan To'lqin Aysoning Cenva nutqigacha sifat va saviya. Baqara surasining 249-oyatida Allah bizga bir qissani bayon qilib berdi. Ya'ni Talut va Jalut qissasi. Bu qissada hayron qolarliq bir selishtirma bor. U bo'lsa-mu, odam soni jihatda intayin oz qavmning Allah'ның əmri bilan o'zidan necha hissa ko'p bo'lgan qavm ustidan g'olib kelganligi haqida. Allah bizga bu yerda sifat va saviyaning shundaqla haq adolatning sondan ustun keladiganligi haqidagi o'zining qonunini e'lon qiladi. Shundaq Allah'ның qonunida sifat va saviya va haqqoniyat sondan g'olibdir. Allah'ның bu qonuni tarixda o'tgan bir imtihon bilan maydonga kelganligi aniq. Ya'ni Talut va Jalutga berilgan imtihon bilan. Talut ordisi harakatga o'tganda Allah sizlarni bir daryo bilan sinayman. Kimki bu daryoning suyidan ichsa, o mendan emas. Kimki bu daryo suyidan ichmasa, mendandir. Faqat bir uchum ichgandan boshqa dedi. Ammo Talut ordisidagi nurg'un askar bugun bizning Jalut bilan urushqidak ahvolimiz qolmadi. Biz ussizlikdan chanqab, holsizlanib, ojizlab ketdik dedi va daryo suyidan qong'icha ichdi. Daryo suyini ichmagan va yoki faqatla bir uchum ichganlar bo'lsa, odam soni oz, ammo sifatlik bo'lgan qavm cho'qim odam soni ko'p bo'lgan qavm ustidan g'olib keladi dedi. Ular Allah'ның yordamiga erishadiganligiga cheksiz ishongan edi. Allah navbatda Uyg'urlarni xuddi Talut bilan Jalutning qissasiga o'xshaydigan bir imtihon bilan sinayotdi. Qarshimizda o'zining chanqab ketgan dunyoga xo'ja bo'lish, dengiz okeanlarga xo'ja bo'lish, dunyodagi mo'yim portlarga xo'ja bo'lishdan iborat ussizligini qondirish ko'yida yurayotgan 1 milliard 300 million nüfusluq Xitoy va urug' tuqqanlarning nadiligini bilolmay, ovozini chiqarolmay, suvsizlikda, qurg'oqchilikda chok yerilib ketgan bir cho'l partisiga o'xshaydigan Uyg'urlar. Albatta 1 milliard 300 million nüfusluq Xitoy bilan 20 million nüfusluq Uyg'ur son jihatdan selishtirishga bo'lmaydigan nihoyatda kichik son. Ammo Allah bu qissada Allah'ның qonuni g'olib kelishning son bilan emas, sifat bilan, saviya bilan bo'ladiganligidan iborat bir qissani bayon qilib berdi. Bu qissa Uyg'urlarga bir umid nuri bag'ishlaydi. Gerçi muhojiratda yashayotgan Uyg'urlar orasida intayin tuvan saviyadagi fikr ixtiloflari laylab yurgan bo'lsa-mu, ammo qanday qilganda Xitoydan iborat bu tasavvur qilish tas bo'lgan zo'r kuchga sifat orqali taqobil turishning dastlabki bixlari ko'rilishga boshladi. 2018 yil
11 ayning 6 kuni muhojiratdagi 10 necha davlatda yashayotgan Uyg'urlar muhojirat tarixidagi 3-chi qitimliq yurishni muvaffaqiyatli elib berib, bir markazga, ya'ni Jenevadagi Birlashgan Davlatlar Tashkilotining xizmat binosining oldiga muvaffaqiyatli to'plana oldi. Mana bu sifat. Mana bu Allah'ni ta'sirlantiradigan sifat. Uyg'urlar o'zi yashayotgan davlatlardagi son jihatdan intayin oz, kichik bir millat hisoblanadi. Ammo bu oz millat Xitoydan iborat bu g'oyat zo'r millatga qarshi bir yurak, bir mush bo'lib uyusha olgan va 2000dan 3000gacha Uyg'ur bu maydon oldiga to'planib bir ovoz bo'la olgan edi. Uyg'urlar aeroplan biletlarini o'zi elib, mashinalarga o'zlari mayqachilab, ay yulduzliq ko'k bayroqlari, iz deraksiz g'oyib bo'lgan jazo lagerlariga qamalgan urug' tuqqanlarning rasmlarini dumbisiga artib, simvollik kiyim-kechaklari, Uyg'ur do'ppillarini kiyib, dunyoga jakalamoqchi bo'lgan plakat va tashviqot varaqlarini elib, Allah xolisa Jenevada ko'rishayli degan umid orzulari bilan dal shu kun, dal shu vaqtda Birlashgan Davlatlar Tashkilotining Jenevadagi ishxona binosining oldidagi maydonga muvaffaqiyatli to'plana oldi. Bu maydondagi bir puti yo'q o'rindiqning haykali Uyg'urlarning birlashish belgisi bo'ldi. Mana bu yana bir qatim Uyg'urdan iborat oz sonli qavmning Allah'ni ta'sirlantiradigan bir sifatni hozirlashga boshlaganligining misoli. Jeneva yurishi va yoki Jeneva uchrashishining yana bir sifatli yeri bu yurishning Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Kishilik huquq komitetining Xitoyning kishilik huquq ahvolini ko'zdan kechirayotgan bir vaqtga to'g'ri kelishi. Ya'ni ichida Xitoy so'roqqa tortilyotidi. Teshida Xitoyga qarshi dunyoning hamma yerdan kelgan, ya'ni kelaligan Uyg'ur, Tibet, Qozoq qatorliq millatlarning namoyishi. Bundaq strategiyalik tarixiy ahamiyatga ega bir namoyishning o'rinlashtirilishi va amalga oshishi Uyg'urlarning g'olib bo'lish yo'lida Allah'ning qonuniga uyg'un bir sifat darajasiga ko'tarilayotganligining belgisi. Muxbirlarning ko'pligi, sahnadagi ovoz sistemalarining Bruksel yurishidagidan bir qadar yaxshi bo'lishi, dardimizga munosabatlik rasmlik, plakat, shuarlar, lapildavatgan ay yulduzliq ko'k bayrog'imiz, namoyishchilar qo'shinining oldida yo'l boshlab mangan taqirbosh yigitning kishilarni jalb qilarliq hajviy qiyofati, bularning hammasi qo'shilib Uyg'urlarning Allah va dunyo talab qilayotgan bir sifat o'lchamiga qarab ketayotganligining belgisi edi. Albatta, sifat yo'lida Uyg'urlar besayotgan bu qadamlardan Allah ta'sirlanmay qolmaydi. Allah o'z qonuni bo'yicha intayin oz nupusga ega qavmlarning, masalan, Uyg'urlardek nupus va harbiy kuch jihatda nihoyatda ustun, masalan, Xitoydek kuchlar ustidan g'olib keladiganligini isbotlaydi inshaalloh. Sifat jihatda To'lqin Aysoning shu kuni so'zlagan nutqimi
xeyli saviyalik nutqlarning biri bo'lib, uning nutqini tarixdagi insoniyat dunyosiga ta'sir ko'rsatgan mashhur nutqchilardan Abraham Lincoln, John Kennedy, Patrick Henry, Mahatma Gandhi, Martin Luther King'larninkidek kuchlik bir nutuq deyilmasammi, ammo bu yo'lga qarab qadam bosganligini jazmlashtira olmayman. To'lqin Aysoning janva yurishi mezgilida Birleşken Devletler Teşkilatı xizmat binosining oldida qilgan nutqi tövendikidek 3 moyum abzasdan tarkib topadi. Birinchi, bugun bizning bayrog'imiz Birleşken Devletler Teşkilatı'nın binosi oldida lapildayotidi. Ammo ko'rib turibsizlar, orqamizda 200 dan ortiq davlatning bayrog'i Birleşken Devletler Teşkilatı'nın xizmat binosi ichida lapildayotidi. Biz shuningga ishonamizki, bizdagi mushu iroda bo'ladigan bo'lsa, qalbimizdagi mushu tirishchanlik bo'ladigan bo'lsa, bugun bu bayroq Birleşken Devletler Teşkilatı'nın sirtida lapildigan bo'lsa, cho'qim bir kuni Birleşken Devletler Teşkilatı'nın ichida shu bayroqlar qatoridan o'rin oladi. Bu bizning haqqimiz. Ikkinchi, Xitoyning deganidek biz bo'lgunchi emas. Biz terrorchi emas. Chunki biz Shanxayni, Beijingni Xitoyning qo'ynidan ayirib chiqamiz demadik. O'zimizning mustaqil vatanimizdagi egilik huquqimizni qo'lga olamiz, da'vatimiz. Bu terrorchilik emas. Bu Sharq Turkiston xalqining aqalli haq huquqi. Uchinchi, musulmon dunyosida bir Malayziyadan boshqa musulmon davlati Uyg'urlar masalasini o'ttirg'i qo'ya olmadi. Bu intayin nomus qiladigan bir hodisa. Biz bu yerga butun musulmon dunyosiga, musulmon rahbarlarga, g'arb dunyosiga, demokratik davlatlarga, Birleşken Devletler Teşkilatı rahbarlariga va dunyoga bizning erkin yashash huquqimizga hurmat qilib, Xitoy hukumatiga besim qilish orqali bu zulmning to'xtatilishi uchun qo'ldan keladigan eng jiddiy amaliy harakatlarni qilishga chaqiriq qilg'ili va talab qilg'ili keldik. Ertesi saharda, ya'ni 7 noyabr kuni Facebook'da men yuqorida tilga olgan mo'yim abzaslar ichidagi 2 abzasning To'lqin Aysoning rasmi va Sharq Turkistonning bayrog'i bilan kirishtirilgan holatda e'lon qilinganligini va ostiga To'lqin Ayso nutqlaridan deb yezib qo'yilganligini ko'rdim. Demak, Dünya Uyg'ur qurultiyi rahbarlarining xalqaro sahnalardagi so'zlagan so'zlari nutuq darajasiga ko'tarilmoqda. Yuqorida men tilga elib o'tgan mashhur nutqchilarmi nutqlarining saviya jihatdagi yuqorligi bilan insoniyat dunyosida o'zgarish hosil qila olgan va kuchliklar tarafidan g'olib kelib o'z mustaqil vatanlarini qurib chiqa olgan. Bumi Uyg'urlarning Allah va dunyo kutgan sapa va saviya jihatdan mukammallashishiga qarab mang'anligining belgisi. Undaqda Allah bizni qaysi daryo bilan sinayotidi? Milodidan burunqi
1200 yıllar ətrafıda o'ttirg'i qo'yilgan va isbotlangan nurg'unlagan kichik qavmlarning faqat sifat va saviya jihatdan yuksalgandila o'zidan necha hassa kuchlik bo'lgan zolim kuch tarafidan g'alaba qilolaydi degan bu Allah'ның qonuni hozirmi kuchga egami? Albatta kuchga ega. Sina orolini to'g'risidan besib o'tgan, ussuzlikdan chanqab ketgan Talut qo'shinining oldida kengri ketgan, o'rkashlab eqivatgan bir daryo so'zilib yotadi. Ammo Allah daryo bilan sinash imtihonini boshlab, suvdan faqat bir uchum ichishni amr qiladi. Bugun Uyg'urlarning oldidami yuqori texnikalik bir uchur davri so'zilib yotmoqda. Ammo Uyg'urlardan boshqa hech qanday bir millat oilasi va urug' tuqqanlarga telefon qilib ko'risholmaydigan, ularning izdirkini ololmaydigan vaziyatda emas. Dunyodagi har qanday bir millat bugungi davrda jazo lageri deydigan bir narsaning mavjudligini e'tirof qilishdan g'alitilik his qilmoqda. Ammo bu Xitoydan iborat bu zolim kuch tarafidan Uyg'urlarga yurgizilyotidi. Har kimning oldida Allah'ның imtihoni bo'lgan bir daryo so'zilib yotidi. Uyg'urlar bugun duch kelayotgan jazo lageri masalasi xuddi Talut bilan Jalut qissadagi daryo imtihoniga o'xshaydi. Yana bir qatim ta'kidlasam, Allah'ның qonuni bo'yicha dunyo tarixidagi nurg'unlagan kichik ojiz qavmlar nihoyatda kuchlik zolimlar ustidan g'olib kelgan. Faqat sifat va saviya jihatdan yuqori ko'tarilishi bilanlar. To'lqin Aysoning janva yurishidagi bu nutqi Uyg'urlarning bir zolim kuchni yengish uchun sifat va saviya imtihoniga hozir bo'layotganligining misoli albatta. Sabr Uyg'ur jamiyatida uxlab yetish deb qaraladi. Ammo sabr kurash demakdir. Sabr qadamma-qadam mukammallashish, tafakkur bilan ish qilish demakdir. Allah yana An'am surasi 135-oyatda: "Ey qavmim, kuchingning yetishicha bir ishlarni qilish uchun harakat qil. Menmo harakat qilaman. Yaqinda dunyoning kimning bo'ladiganligini ko'rsizlar. Zolimlar cho'qim maqsadiga yetolmaydi" deydi. Shundoq Dünya Uyg'ur qurultiyi kuchining yetishicha tirishchanlik ko'rsatyotidi. Muhojiratdagi Uyg'urlar qo'lidan kelishicha tirishchanlik ko'rsatyotidi. Yaqin kelgusida bu tirishchanlikning Allah tarafidan mukofotlanadiganligini cho'qim ko'ramiz. Ümidsizlanmaylik. Tugidi.